Eshqobil Shukur O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, Ma'naviy hayot jurnali bosh muharriri, adib. Assalomu alaykum Eshqobil aka. Eshqobil aka, siz uchun ziyoli u kim? Millat oydin deganda biz kimni tushunishimiz kerak? Va bugungi kunda o'sha ziyolilar, millat oydinlari oldida turgan asosiy vazifa nima? Va shaxsan sizni millatimiz oydini fikrlaydigan inson sifatida, shu jamiyatda katta bir shaxsi, ijodkori sifatida bugun nima sizni o'ylantiryapti? Marhamat. Endi ziyoli kim deganda ma'lum bir jo'n qarashlarimiz bor. Jo'nroq qarashlar. Aslida bu jo'n qarashlardan kechish kerak. Ziyolilar bu yurtning vijdoni, urib turgan yuragi. Kerak bo'lsa, o'sha jamiyat tafakkurining dvigateli desak, mubolag'a bo'lmaydi. Chunki ziyolilarsiz jamiyatning fikri rivojlanmaydi. Ziyolilarsiz yurtning o'sha haqiqiy masalan vijdoni namoyon bo'lmaydi. Shu ma'noda biz ziyolilar deganda haqiqiy ma'noda yuragida, ko'nglida ma'rifat yig'ilgan, ko'ngli ezgulikka to'la odamlarni nazarda tutishimiz. Ziyoli degani avvalo o'zining ko'nglining supuruvchisi, farroshi bo'lish kerak deb o'ylayman. Ko'nglini har kuni tozalab, o'zini taftish qilib, o'zini o'rganib, o'zini to'xtovsiz taftish qilish jarayonida odam o'sadi. Ziyolilik mana shunda paydo bo'ladi. Buni juda katta bir tomoni bor. Garchi Abdulla To'qayning bir she'ri bor-ku, dunyoning kirini tozalayman deb o'zim kirlanib qoldim degan she'ri og'irroq she'r bo'lsa ham, aslida nima bo'lgan taqdirda ham o'sha ko'ngilni tozalab, ko'ngilni supuruvchisi bo'lib, ko'ngilni farroshi bo'lib, haqiqiy ma'noda hayotga boshqacha nazar bilan qaraydigan dunyoqarashi boshqacha bo'lishi kerak. Ziyoli deganda juda katta ma'noda ham, oddiy ma'noda ham, haqiqiy ma'noda ichida ma'rifati, ezguligi bor odamlarni nazarda tutish kerak. Bu bir jihati borki, 10 ta diplom bilan ham odam ziyoli bo'la olmasligi mumkin. Bunday qarasangiz, diplomni oladi, boshqa bo'ladi. Bizda yana bir qarash bor. Bugun diplom qo'liga tegdimi, uni ziyoli sanaymiz. Yo'q. Bu juda ko'p o'zining talablari bor, qoidalari bor. Buni esa masalan muhimi o'zimizning o'sha qarashlarimiz, saviya, dunyo shunaqa. Ziyolilar haqida gap ketganda meni bir narsa o'ylantiradi. Bugun jamiyatimizda ziyolilarga intilish qanday? Odamlarimiz ziyolilarga ko'proq intilyaptimi yo boshqa tomonlarga ko'proq intilyaptimi? Bu ham bir muhim narsa. Chunki ziyolilarga intildimi, odamlarning o'zida ma'rifat o'sa boshlaydi. Ziyolilardan chekildimi, ma'lum ma'noda o'zingizga ma'lum buyog'i nima bo'lishi. Xo'sh, intilish qanday? Odamlar ko'proq ziyolilar tomon ketyaptimi yo ma'lum ma'noda o'sha puldorlar tomon ketyaptimi deb. Puldorlarning ichida ham ziyolilari bor. Albatta buni ham e'tiborga olish kerak, lekin mayli, bu alohida mavzu. Meni doim o'ylantiradigan bitta narsa bor. Juda katta ma'rifatli ziyolilarni masalan bizning xalqimiz keyingi tarixda ham ko'rdi. Masalan, akademik Obid Sodiqovni oling. Buyuk kimyogar. Farsoxon Shamsiyevni oling. Butun Alisher Navoiy ijodi deysizmi, bu tanqidiy matnni tayyorlagan odamlar bo'ladi. Buning mashaqqatini buni qilgan odamlar biladi. Butun Alisher Navoiyning ijodini o'zbek xalqiga mana deb, hali laganga suzganday olib, oshday qilib olib kelib qo'ygan odamlarning bittasi shu odam bo'ladi. Yoki bo'lmasa Yolqin To'raqulov akademikni oling. Yolqin To'raqulov. Bu odamga bilasizmi, o'sha Shvetsiyadan Nobel qo'mitasidan maktub kelgan. Umuman Markaziy Osiyodan birinchi bo'lib Nobel mukofotini olishi mumkin bo'lgan odamlarning bittasi O'zbekistondan bo'lgan, Yolqin To'raqulov bo'lgan. Lekin bilasiz, Sovet davri allaqanday periferiyadagi qandaydir bir haligilar oladimi bu mukofotni deganda u xat yashirilgan. Keyin u xat topilgani ham bor.
Mana shular bizni o'sha bunday olimlarimizdan o'nlab misol keltirishim mumkin. O'nlab. Lekin meni bir narsa o'ylantiradi. Mana bizni ziyolilarimizni, masalan, keyingi davr ziyolilarimizni, bizdan oldingi davr ziyolilarimizni namoyandalari haqida gapirdim. Bular o'zbek fanini osmonga ko'targan odamlar bular. Balandga ko'targan odamlar. Xo'sh deylik, hozir mana shunday ko'chaga chiqingda bitta so'rovnoma o'tkazingchi. Yolqin To'raqulovni, o'sha Nobel qo'mitasidan xat kelgan Yolqin To'raqulovni, Obid Sodiqovni bilasizmi deb bir savol berib ko'ringchi. Necha foiz? Men 3% degan ishonmayman shuna. 2%mi, 1%mi ayta oladimi, yo'qmi? Lekin eng anigisi, masalan, kechagina bir har qanday bir estrada qo'shig'i deymizmi, repmi, o'zi ham tushunmaydigan, biz ham tushunmaydigan bir qo'shiqlarni aytib chiqadi. Uni masalan uni yoniga qo'yib so'rang, agar noqulay bo'lsa ham uni 70%, 60% odam uni bilaman deydi. Holbuki man millat uchun qilingan ishlarda haqiqiy ziyolilik qayerda, haqiqiy millat uchun, shu yurt uchun qilingan katta ishlar qayerda, biz buning bahosini bera olishimiz kerak buni. Bu masalan millat xotirasi deganda biz nimani nazarda tutishimiz kerak? Millat xotirasi deganda avvalo mana shunday odamlarimizni jamiyat sifatida, bugungi avlod, bugungi vorislar sifatida ularning nomini hammamiz qilgan ishlarigacha bilishimiz kerak. Mana shu milliy butunlikni saqlaydigan narsa bu. Milliy butunlik degani osmondan tushib kelmaydi. Milliy butunlik degani o'z-o'zidan sodir bo'lib qolmaydi. Avlodlar o'rtasidagi o'sha halqalarni zanjirday bo'lib kelishi bilan bo'ladi, bo'lmasa parokanda bo'lib qoladi. Mana shu ma'noda meni biroz ziyolilarga intilish masalasi jamiyatda deganda mana shu narsalar o'ylatadi. Haliku mayli bu hozirgi davr odamlarini, bular zamondoshlarimiz ichida ham katta ziyolilar, ulug' insonlar bor, lekin mana shunday odamlarni biz qanday xotirlayapmiz, qanday bilayapmiz? Buni mana shu ma'noda intilish ma'nosida men katta gapirishni bilmadim, endi katta gapirib bo'lmaydi. Bu hafsalasizlik ham nimadan? Masalan, ba'zida o'ta bir zo'r yaxshi kitoblar chiqib qoladi. Ziyolilarimiz tomonidan juda ham bir katta fikrlar aytiladi. Men aytaman, shu ertaga butun mamlakat bo'yicha o'sha shov-shuv bo'lib ketish kerak. Hamma shuni o'qish kerak, hamma bilish kerak, hamma shuni ertaga gapirib yurish kerak. Yo'q, hech narsa bo'lmaganday. Hech narsa bo'lmaganday. Keyin boyagi odam ham mayli ming haligi bo'lmasin, odami ham. Shunday haligilar masalan nima deydi, biroz hafsalasi pir bo'ladi masalan. Chunki atrofidagilar bir aniq munosabat bildirmasa, u bildirayotgan yorqin fikrlarga aks sadosini bermasa jamiyat, albatta bir haligi bo'ladi. Buning sabablarini men masalan har xil haligida deb o'ylayman, har xil bir obyektiv, subyektiv sabablari bor deb o'ylayman. Biz yashayotgan asr axborot asri. Qo'pollik uchun uzr so'rayman, axborot asri emas, axborot ochko'zligi asri degan bo'lardim. To'xtovsiz axborot. Bu yoqqa kelyapti axborot, bu yoqqa kelyapti axborot, bu yoqqa kelyapti axborot. Eng achinarli tomoni hazm qilinmaydigan axborot emas. Men o'zim bir maqola yozgan edim, ongning oshqozoni bormi degan. O'shanda aytgan edim, ovqatni oshqozon qanday hazm qilib qonga, quvvatga aylantirsa, miya ham axborotni shunday hazm qilib bilimga aylantirish kerak. Lekin hozirgi axborot davri, axborot ochko'zligi davrida axborot bilimga aylanmayapti. Aksincha, miyani achitib yuboradigan, hazm bo'lmagan, miyani qatig'ini achitib yuboradigan bir narsa bo'lyapti xolos. Agar shuncha axborot bilim bo'lishi mumkin bo'lganda, hozir bolalarimiz 12 yoshga yetmay akademik bo'lib ketish kerak edi. Bo'lmaydi. Aksincha bo'lyapti. Aksincha u bor bilimni ham yo'qotyapti. Boshqa bo'lyapti. Mana shu tomonlama qaraganingizda bu narsalar biz qaysi axborotlar ketidan chopayapmiz,
qaysi oldi qochdilar ketidan chopayapmiz. Bizning saviyamiz qanday? Darajamiz qanday? Qarashlarimiz qanday? Nimani qabul qilamiz? Nima kerak emas? Buni bir endi oddiy odam sifatida ajratib olishimiz kerak. Ajratib ola olamizmi? Yo'q, ko'pchiligimiz buni ajrata olmaymiz. Masalan, shu narsani mana bir o'ta bir haligi narsa ketyaptimi, shunga ham termilib o'tiraveramiz. Hammani haligi qo'lida shu axborot haligisi kirib kelyapti. Lekin bu degani ertaga bizni o'zimiz uchun muhim bo'lgan, tafakkurimiz uchun muhim bo'lgan, qalbimiz uchun muhim bo'lgan narsalar qolib ketadi-da, joyini allaqanday temir tersak u ashqal-dashqal bir oldi qochdilar egallaydi. Mana shu ma'noda ham ziyolilar masalasida ziyolilarni o'sha ba'zida so'zlari chekkada qolib ketayotganini ham bilmayman. Odam baribir yengil-yelpiga o'chroq keladi. To'g'ri. Og'ir narsalarni qabul qilish azaldan qiyin bo'lgan. Endi bularni aslida og'ir emas, biz o'rtacha vazndagi nimalarni ham qabul qila olmay qolyapmiz. Chunki yengil-yelpi tobora butun shuurimizda ekanlab qolyapti. Mana bu narsalarni menimcha katta ta'sir ko'rsatyapti deb o'ylayman. Ziyolilar faoliyatiga ham, umuman jamiyatdagi o'sha tafakkur rivojlanishiga ham ta'sir ko'rsatyapti. Boya aytdik-ku, birinchi navbatda o'sha tafakkurni harakatga keltirib turadigan dvigatel jamiyat tafakkurini bu ziyolilar. Shu qatlam. Endi ularning agar ma'lum ma'noda hafsalasi pir bo'lsa, bu men aytganim bilan hech narsani tushunmadi-ku degan bir haligida. Ana bu narsalarni bilmadim. Qanday yo'lni topamiz? Baribir bularning yo'lini topish kerak. Yo'lni topish kerak. Arazginalar bilan ish bitmaydi. Men arazlab o'tirsam, bu yoqda bir katta bir adibimiz arazlab, yo bo'lmasa buni nimaga erishamiz ertaga? Qo'ldan kelganicha shu shovqinlar orasida, shu shovqin-suronlar orasida. Agar nima deydi, to'g'risi ham allaqanday oldi qochdilar orasida, baribir birodarlar, fikr bu yoqda, mohiyat bu yoqda. İnsanning insonligini tub asosi bu yoqda degan gaplarni ziyolilarimiz aytib turishga majbur. Bu faqat bu masalani hali emas, boya arazgina haqida gapiryapman. Bu burch arazni ko'tarmaydi. Ginani ham ko'tarmaydi. Burchimizmi? Uni qilishimiz kerak. Endi yana bir narsa meni keyingi paytlarda bir ziyoli sifatida aslida o'zi boshida aytishim kerak edi. Umrim bo'yi shu kitoblar o'qib keldim. Bir ma'rifatga yaqin bo'lishni istab keldim. Lekin agar hozir ham birov o'zimga o'zim savol bersam, sen ziyolimisan deb o'zimga o'zim savol bersam, baralla javob bera olmayman. Buni talablarini bir boshqacharoq deb bilaman. Ziyolilikni men balki juda baland qo'yib olayotgandirman. Men baralla ha men ziyoliman deb aytishim juda qiyin. Talablari qanday? Talablarini men masalan boya ma'lum ma'noda aytib o'tdim, haqiqiy ma'noda endi bir insonning bir insonligini haqiqiy ma'noda bir namoyon qila oladigan darajada bir talablar bor. Bularni sanab o'tirsam juda ko'p vaqtimiz ketadi, boshqamiz ketadi. Men hozir bir ziyoli sifatida deb yana haligi baralla ayta olmasam, bir ziyoli sifatida o'zimni yana bir tashvishga solayotgan bir narsalarni aytishim kerak. Men katta shaharlarimizda el yo'qolib qolyapti. Elchilik yo'qolib qolyapti. Men buni shundoq kuzatib, atrofimni kuzatib, o'yga tolib qolaman. Ko'p qavatli uylar bor. Ko'p qavatli uylar bor. Shunday o'sha joyda yashaysiz, ko'rasiz, odamlarni bilasiz. Mana bu yerda bitta eshik bor qavatda, mana bu yerda bitta eshik bor. Shu qo'shnilar bir-birini otini ham bilmaydi, kimligini ham bilmaydi. Juda ko'p ko'raman men buni masalan. O'zimning boshimdan kechiraman. Bilmaydi bir-birini. Umuman kim ekanini ham bilmaydi. U holbuki bitta boshpanada, bitta tomni ostida bir kamida bir 7-8 yil yashab kelyapti. Lekin bilmaydi. Mana buni eshitib o'tirganlarning o'zlari ham, ko'rib o'tirganlar ham bunga ko'p guvoh bo'ladi, bilmaydi. Bu nimaga bu? Bu elning yo'qolishi. Elchilik degan
tushunchani yo'qolishi. Nima uchun orasida devor kerak bo'lsa 50 santimetrlik devor bor xolos. To'g'ri. Lekin mana bu men ko'rganman adillarda, tog'larda, qirlarda ba'zi bir mana bu yerda bitta odam yashasa, naryoqda 5 kilometrdan keyin yashaydi, qo'shnisi 3 kilometrdan keyin yashaydi. Lekin hammasi urug' aymog'igacha, tarixigacha hammasini kim u qayerdan nima hamma narsasini biladi. Uni ko'nglida har kun xabarlashib turadi iloji boricha. Samarqanddan Afrosiyob poyezdida qaytdim. Mana shunday o'rtamizda bir nima stol, bu yoqda 2 kishi, bu yoqda 2 kishi, 4 kishi o'tirib keldik. 4 kishi. Endi 2,5 soat yo'l yuradi, deylik. 2,5. To'rtovimiz ham o'zbek. O'zbekning bolalarimiz to'rtovi. Lekin mana shu 2,5 soat ichida hatto bir-birimizga mana shunday qarab bir og'iz bir iliq so'z aytilgan yo'q. Hatto mana shunday shu biron joyda ko'rsak bir-birimizni eslab ham qoladigan biron narsa bo'lgan. Holbuki bu yerda 2 soatdan ko'p vaqt o'tdi. Biz o'zbeklarmiz, biz odamlarmiz. Nima uchun masalan shunaqa kimdir telefon tutyapti, kimdir boshqa narsani ko'ryapti, kimdir o'zining xayoli bilan band. Mana buni ham men masalan eldan putur ketishi deb bilaman. El bunaqa bo'lmaydi. El darrov o'sha munosabatga el boshqacha bir-biridan xabardor bo'ladi boshqa. Men buni juda ko'p misollar keltirish mumkin. Lekin bir jihati elning elligini saqlamasa katta yo'qotishlar beramiz. Odamlar yakka shumshuk bo'lib qoladi. Yolg'izlik kasali boshlanadi. O'sha butun dunyo adabiyotining ustunlari, masalan Markesni olasizmi, Borgesni olasizmi, Kafka ham hammasi bularni masalan Aytmatovni olasizmi, insonning yolg'izlashayotganiga bong urgan bular. Inson yolg'iz qolib ketyapti, o'zi bilan o'zi, o'zining yog'ida o'zi bilan o'zi. Bu nima? Insonning yolg'izligini to'xtatadigan qanday kuch bor? Bu bo'lgan, bu hozir ham bor, el degan kuch bor. Agar shu el degan narsa saqlab qolinsa, inson hech qachon yolg'iz bo'lmaydi. Sen biznikisan deydi. Sen biznikisan. Sen bizning ichimizda bo'lishing kerak deydi. Yakka shumshukligingni, bunaqa bir alingni yig'ishtir deydi. Mana bunday o't deydi. Bu qishloqlarda birontasining Fotihasiga birov bormasin. Bir oy gapirishadi. Falonchining Fotihasiga bormadi ya deydi. Qishloqlarda birov bittagina bir nojo'ya ish qilib qo'ysin. Kamida bir uni bir o'lib ketguncha unutmaydi. Mana deydi shuni nojo'ya ishi bor buni deydi. Lekin boya aytganimdek, ba'zan mana hozir biz endi shaharliklarmiz endi. Bunday qarasangiz endi ba'zi qo'shnilar yonida bir jinoyatchi yashayotganini ham bilmaydi kerak bo'lsa. Mana bu haligilar nimalarga olib bormaydi. Undan tashqari Nadar Dumbaziyaning o'sha gapi ham o'sha el haqida. Men aytayotgan gaplar haqida. Odamning yuragi o'zining tanasidan 100 barobar og'ir, uni hech qachon bir o'zi ko'tara olmaydi. Uni ko'plashib hammasi yonida turganlar bilan birga ko'taradi bu yurakni degan gapi bor. Mana shu ma'noda mana bu narsa odamni tashvishga soladi. Bu endi to'g'risini aytsam, qishloqlarga ham bu boryapti. Bu sekin-sekin boryapti. Endi butun dunyo bo'ylab shunday bir haliga bo'layapti. Endi biz qanday bo'lmasin, Abdulla Oripov Italiyaga borib kelganda, uyiga borib 2 og'iz gurunglashganimda Abdulla aka Italiyadan nimani saboq oldingiz deganimda boshqacha gapirdi. Italiyadan shu olgan sabog'im shu bo'ldiki, shu o'zimizning xalqimizning udumlarini, odatlarini, shariatni mahkam tutishimiz kerak ekan degan gapni o'sha Abdulla Oripov o'zi aytgan. Chunki boyagini u ko'rib kelganda endi ko'z bilan ko'rib kelgan. Mana shunday narsalar haqida o'ylaysiz. Bular albatta bir qarasa menga nima deyish mumkin. Bu nima? Butun dunyo shu. Lekin bu ertaga hamma o'zi bilan o'zi bo'lib qolsa, hamma haligi bo'lib qolsa, bu narsalarda o'sha bizning eng muhim vazifamiz shu tutumlarni, shu qoidalarni ushlashimiz kerak. Men ba'zida hayron qolaman. Mana kecha bir nechta joyda o'tyapman, yo'lda ko'rdim. Bog'chalarda, ko'cha. Bog'chaga e'lonlar turibdi.
Bog'chaga bilasiz endi mana bosh bog'chaning ham mana kichik 2-3 yashar, 4 yashar bolalar bo'ladi. Endi yozib qo'yibdi. İngliz tilini o'rgatamiz. Fransuz tilini o'rgatamiz. Hatto arab tilini o'rgatamiz. Shu men aytdim, shu hammasi endi nima desangiz bor. Yo'q deyish yo'q. Yo'q deyish. Men o'yladim, hali bu 2-3 yashar bola o'zining ona tilini chiqarib olgan yo'q-ku. Qanaqa qilib endi unga biz ingliz tilini tiqishtiramiz? Unga qanaqa qilib fransuz, hatto arab tili, murakkab til. U ona tilini o'rgansin. Uni tafakkuri mana shunda butun bo'ladi. Boya men aytayotgan el degan tushunchalar ham o'sha milliy tilni bilmasa qanaqa qilib avvalo milliy til orqali paydo bo'ladi bular. Milliy ruh milliy tildan ayro bo'lishi mumkin emas. Milliy til bor joyda milliy ruh bor, milliy tafakkur bor. Bo'lmasa har joyga yo'rg'alab ketaveradi. Mayli 10 ta tilni bilsin, 20 ta tilni bilsin, biz xursand bo'lamiz. Lekin bu yoqda hali 2 yashar, 3 yashar bolaga ona tilini keyin qanaqa gap bu? Mana bu narsalar ham aslida bizni nima uchun bu masalan ziyolilarni bular tashvishga soladi? Chunki biz o'sha boy beradigan, yo'qotadigan, ertaga xavf bo'ladigan narsalarni ochib beradi. Ota bobosi, mama havosi shu tilda ulg'aygan, shu tilda yashagan, shu tilning ichida bir matematik tenglamaga o'xshagan tenglama bor. Buni bunday o'zingiz xulosa chiqarsangiz ham bir oddiygina tenglama, juda sodda tenglama bor. Milliy taraqqiyot deymiz masalan. Milliy taraqqiyot, milliy tafakkur qanday bo'lsa, shunday bo'ladi. Milliy tafakkur esa milliy tilning ahvoli qanday bo'lsa, shunday bo'ladi. Chunki milliy tafakkur, milliy til bilan uning tub ildizi mana shu bilan shakllanadi. Mana milliy taraqqiyoti asosida nima? Bu tenglamadagi gap va juda sodda, oddiy. Faqat bunga amal qilishimiz kerak. Juda endi bu murakkab emas, bu boyagidek algoritmlar yo boshqa bir narsalar emas, oddiy hayotiy tenglama. Mana shu narsalarga e'tibor qilish kerak. Chunki ayniqsa bog'chalarda bolalarga bezovta qilmaylik. Ular shu masalan meni nabirammi, mening nima farzandimmi, nima bo'lganda ham u men gapiradigan tilda avval bir o'rganib olsin. Mana shunda men u bilan mening aloqalarim shunda butun bo'ladi, boya aytganimdek, boya halqa bo'lib davom etadi. Yo'q, yoshlar buni istamayapti. Yoshlarimiz o'zi istamayapti. Yo'q, birdaniga til o'rgatib tashlash kerak. Birdaniga qanaqasiga o'rgatasan? Katta bir professor uyida bo'ldim. Bu odam ham aytdi, "Mana nabiramni dedi, shunday qilishdi" dedi, lekin dedi, bu dedi, endi dedi, mana maktab esidan chiqib ketyapti dedi, bu yoq dedi. Chunki bunaqa o'zi boyagi bosimning o'zi katta-da. Bosimning o'zi katta. Qadriyatlar unga juda katta putur ketyapti. Endi buni hammamiz aytyapmiz, buni hamma ziyolilar bu vaqtda hamma joyda aytyapti. Qadriyatlar bu masalan bir 50 yil, 60 yil, yo 100 yil, 200 yilda shakllanmaydi. Men ezgu qadriyatlar haqida gapiryapman. Allaqanday irim-chimrimlar va xurofotga o'tib ketgan butun bir mayda-chuyda odamlarni chalg'itadigan bir xurofiy yo bo'lmasa bir irim-sirimlar haqida gapirayotganim yo'q. Millat sifatida tutib turgan ustunlar bor. Bu ezgu qadriyatlar. Bular ming yillar mobaynida shakllangan. Bu qadriyatlarning ildizlarini men o'sha qadimgi bitik toshlar bilan shug'ullanaman. Qadimgi bitik toshlarda ham ko'raman masalan. O'sha eng necha ming yillik bitik toshlar. Mana shulardan kelyapti, lekin achinarlisi deylik masalan 2000 yilda shakllangan bitta qadriyatni ezgu qadriyatni urg'u beraman. Bir 20-30 yilda endi biz yo'qotib yuboryapmiz masalan. Shunaqa bo'lishi mumkinmi masalan? Mayli zamonning shitobi tez deymiz, boshqa deymiz. Axir biz endi bir u zamon o'z yo'liga, lekin biz inson sifatida o'zimizning tariximizga, qadriyatlarimizga, an'analarimizga, millatimizning ustunlariga qarashni bilishimiz kerak. Bu bizga kerak deyishimiz kerak. Bu bizga juda zarur. Bundan voz kechishimiz ertaga boshqa tomonga olib boradi. Men masalan nima uchun juda ko'p bir odatlarda men ko'p yurganman xalq orasida. Hozir ham borsam
ikkita toifa bilan gaplashishni yaxshi ko'raman. Birinchisi yoshini yashab, oshini oshab, 80-90larga kirib qolgan chollar, kampirlar bilan gurunglashishni juda yaxshi ko'raman. Ular hayotni ko'rgan. Ular endi ulardan xulosani eshitaman. Va endi hayotga kirib kelayotgan o'sha qishloqlardagi yoshlar bilan gurunglashaman. Ular endi kirib kelyapti. Xo'sh, bular nimani istayapti? Bular nimani istayapti? Juda ko'p mana shular haqida qilgan bitta narsani sezaman. Haqiqiy ma'noda orada kattagina paydo bo'lgan. Bu boyagi men aytganday o'sha nima uzilishlar paydo bo'lgan. Masalan, tasavvur qilingda qanday yaxshi qadriyatlar bor. Oddiy qo'shni haqqi, aka-ukalik, jigarlik, do'stlik masalan. Boyagi aytganimday men esimdan chiqmaydi, bir ko'p yillar bo'ldi. Qish paytida Voymoqliga qishlog'imga bordim. Izg'irin sovuq edi. Bunga bir ancha bo'ldi, 20 yillar bo'ldi shu. Endi haligida shunday otamning hovlisiga kiraman deb o'ranib turibman, tezroq kirib ketsam-da, sovuq. Qarasam, chollar, kampirlar bir telechkani ustida o'tirishibdi. Traktor bor, telechkani ustida. 20 yildan nari, 25 yil ancha bo'ldi. Telechkani ustida o'tirishibdi. Undan keyin men aytdim, endi bir salom berdimda, qayoqqa nima qilyapsiz? Qayoqqa ketyapsiz? Telechkani ustida qayoqqa bo'lyapsiz? Shu sovuqda. Biz dedi, o lalmi kariga dedi. Birov vafot etibdi. Shuni janozasiga ketyapmiz. Endi orasi bir 30 chaqirim. 30 chaqirimda telechka ustida o'shanga bor. Men aytdim, endi dedim, keyinroq qarang, meni ham endi boya aytdim-ku, ziyoli deb, baralla deb aytishga ham ba'zida iymonaman dedim-ku, masalan, men aytdim, masalan, keyinroq bir kun istagandan keyin bir Fotiha-Motihaga borib kelsalaringiz bo'lmaydi. Bu sovuqda yurasizlarmi desa, ey bu qarz-ku dedi. Mana bir qadriyat. Birov ketyapti, birov o'layapti. Endi bir keyinroq o'taman deb qo'ymaydi. Mana bu qarz-ku deyapti. Qarz-ku bu deyapti. U qarzi uni qilmasa uxlay olmaydi, tushunyapsizmi? Mana bu qadriyatlarni qarang. Professor akamizning qizi vafot etdi. Qizi vafot etdi. Shunda g'ali tobutni katta yo'lda olib ketyapmiz, mana erkin yo'lida. Yelkasida hamma tobutni olib ketyapti. Mashinalar o'tib to'xtayapti nariyoqqa. Katta yo'l. U kim o'lganini ham bilmaydi, lekin tushib, mashinadan tushib, yelkasiga tobutni olib 7 qadamni qo'yib, keyin yana mashinasiga o'tirib ketyapti. Bunda qarasangiz juda oddiy bir ko'rinar, lekin bularning hammasining tagida o'sha qadriyatlar bizni qanday tarbiyalagani, qanday shakllantirgani, bir xudbinlik emas, boya yakka shumshuqlik emas, butun el bo'lib, yurt bo'lib yashash kerakligini. Mana shularni eng og'ir zamonlarda shuni bobolarimiz olib o'tdi. Juda qaltis zamonlarda, hatto Xudo yo'q degan davrlardan shularni omon eson olib o'tdi shu qadriyatlar. Mana shularni putur ketyapti. Buni juda ko'p misol keltirish mumkin. Men mana yaqinda o'sha kitobim chiqdi shu kunlarda. Megapolisdan Himolay cho'qqisigacha degan kitobim chiqdi mana. Bitta buni sarlavhasini shunday qo'yishimga bir sabab bo'lgan, bu ham shu qadriyatlar haqida film ko'rib o'tirdim. BBC tayyorlagan ekan. Himolay cho'qqisida yurgan bir cho'pon. Uni bilasiz endi. Atrofda odam yo'q, joy Himolay cho'qqisida yurgan bir karma ekan oti. Karma. Ismi ham ismi ham esimda qoldi. Shuni uni gapi ta'sir qildi. U Himolay cho'qqisida yuribdi. Uning atrofida o'zi odamlar juda kam. Atrofida qishloqlar ham yo'q. Muxbir sizni nima tashvishlantiradi, nimadan qo'rqasiz desa, shu dedi, haligi dunyo o'zgarib ketyapti dedi. Mana o qadriyatlar ma'nosida gapirib, shu dedi, men bolalarimning taqdiridan xavotirlanaman deyapti. Ko'ryapsizmi? Masalan, ertaga uning o'zining ham tutumlari bor uni ham. Shu tutumlarni bolam yo'qotib qo'ymasin. Shu tutumlardan men yashayman deganligi bor. Mana shunday bir, shuning uchun megapolisda ham tasavvur qiling qanaqa bo'ladi. Katta shaharlarda qanday bo'ladi. Umuman faqat o'zi bilan o'zi yashayotgan va atrofida bir baribir ta'siri bo'lyapti. Bir yurtning farzandlari bo'lib gaplashib oladigan gaplarimiz bor. Keyin men o'ylayman-da, nima bu davosi nima? Aslida-ku Lermontovning bir gapi bor. Nima yozuvchi, shoirning vazifasi dardni ko'rsatib berish deydi.
uni davosini deydi boshqalar topsin degan ma'noda bir gapi bor. Lekin yo davosini ham o'ylaysizda. Ziyolilik deymizmi, ma'rifat deymizmi, boyagiday nima deydi, qadriyatlar deymizmi, yo bo'lmasa bizning millatimizning eng yorqin jihatlari nima? Ular saqlab qolib va keyin o'ylayman, bu kitob deyman. Kitob. Kitob odamni fikrlashga o'rgatadi. Kitob odamni boya aytganimdek o'zini o'zi taftish qilishga majbur qiladi. Faqat kitob. Har doim aytaman men. Deyman, bu odamzod minglab ommaviy axborot vositalari tomoshaliklarni o'ylab topdi. Masalan, radio deymiz, televideniya deymiz, internet deymiz, sun'iy intellekt hammasini o'ylab topdi. Aql bovar qilmaydigan tezlikda topdi. Lekin baribir kitobdan afzalni hali topgan yo'q deyman. Kitob o'qiyotgan odam u boshqacha bo'ladi. Uning dunyoga qarashi, saviyasi, uning dardi, odamning ichkarisida dardi, iztirobi bo'lish kerak. Men aytaman, bu iztirob degani bir haligi mana bag'rini mana muzday yerga bosib yotish emas. Iztirob degani bu xalqni uyg'otadigan narsa bu. Chunki o'zining atrofidagilarning dardini, o'zining ichki dardini, xalqining dardini his qilgandan keyin qalb o'zi harakatga keladi. Bo'lmasa nima, qalbda ham moy bosib qolaveradi bo'lmasa. Mana shulardan kelib chiqib o'ylayman, kitob, albatta kitob mutolaa madaniyatiga agar biz yaxshi, baland maqomdagi, baland mutolaa madaniyatiga erishsak, juda ko'p narsaga o'z-o'zidan javob bo'ladi. Juda ko'p narsaga o'z-o'zidan qarshi turish ham bo'ladi, javob ham bo'ladi. Lekin meni boshqa bir narsa tashvishga solyapti hozir. Masalan, aynan kitoblar masalasida. Kitoblar masalasida boshqa bir narsa tashvishga solyapti. Yosh ota-onalar bu yosh ota-onalar. Buni katta ota-onalardan ham talab qilib bo'lmaydigan narsa. Qaysi ma'noda u adabiyot odami bo'lmasa. Bu masalan bir kitobdimi, kitob. Uyga kitob keldimi? Uyga ma'rifat kirib keldi degan tushuncha bilan qaraydi baribir. Menda endi chiroyli qilib ayta olmasa ham, har qalay yaxshilik kirib keldi, shu kitobni o'qiydi, boshqa qiladi shuni. Lekin xaltura kitoblar juda ko'payib ketyapti. Meni hayratga solyapti. Ba'zida shunday kitob magazinlariga boraman. Qayerlardadir yo bo'lmasa beriladi, boshqa qiladi. Bu xaltura kitoblar bular. Lekin uyiga kitob olib borgan odam, bolasi kitob o'qib o'tirganini ko'rgan odam xursand bo'ladi. U masalan, u kitob o'qiyapti bolam degan bitta tushunchaning atrofida o'tib ketadi. U nimani o'qiyapti? U qanday kitobni o'qiyapti? Bu narsani o'ylamaydi. U yaxshilik izlaydi. Bu albatta hammada. Men 90% odamda shunday. Undan baland tamatda. Lekin masalan shunday kitoblar bor saviyani ham o'ldiradi kerak bo'lsa. Bor farosatni, bor didni ham o'ldiradigan kitoblar endi ularning bosimi oshib ketyapti. Yaxshi kitoblardan shuning uchun hamki bitta masalan xaltura deymiz. Endi bir narsalar chiqyapti, shu bo'lmaydi. Ular bilan masalan bitta xaltura degani men til bilan so'zlar bilan shug'ullanaman. Atay shu bobo so'zlab berganman, shuni bu lotin tilidagi chaltroyim degan so'zdan oling. Haftaning muayyan bir kunida, ma'lum bir kunida rohib haligi o'zining minbari bo'ladi, minbarga turib cherkovda shu haftadagi o'liklar ro'yxatini o'qiydi. O'sha o'liklar ro'yxati xaltura degan chaltroyim deb atalgan, u keyin xaltura deb ketgan. Men aytamanki, o'zimga o'zim ba'zida aytaman, bu o'likni nima qilish kerak? O'likni tez olib borib ko'mish kerak. Lekin bularni ko'mib bo'lmaydi. Ular endi ularga tarqaladi, boshqa qiladi, lekin mana shu ma'noda bundan keyin bilmayman men qanaqa qilib masalan ota-onalardan masalan kitobni saviyalimi, saviyasizmi tekshirib ber, boshqa buni siz hali qila olmaysiz, talab qila olmaysiz. To'g'ri. Lekin baribir bundan keyin kitob haqida gapirganda, mutolaa haqida gapirganda biz yaxshi degan so'zni oldiga qo'shishimizga to'g'ri kelyapti. Yaxshi kitoblarni, asl kitoblarni o'qiting. Shu darajaga boryapti. Men ishonch bilan ba'zi davralarda o'zim ko'rib qolyapman masalan. Ba'zi men o'sha nima deydi?
men falon kitob o'qidim, falon kitob o'qidim degan ozgina bo'lsa ham kitobxonlikka da'vogar odamlarda ba'zida u nima oddiygina qilib aytish mumkin. Abdulla Oripov bilan Jo'qivoyning masalan farqiga bormaydi. Unga Abdulla Oripov ham bir, Jo'qivoy ham bir masala. Mana nima bo'ladi keyin? Keyin boyagining ozgina saviyasi bo'lsa, boshqa bo'lsa, men aytaman undan ko'ra bir bilmayman. Nima qilish kerak? Bu jiddiy masalaga aylandi. Ayniqsa keyingi paytda endi hozir juda hammani kitob chiqargisi keladi. Hamma bir nima deydi, bir go'yoki bunda bir shuhrat topaman deydimi, bir narsa topaman deydimi, shuni istaydi. Keyin kim bo'lsa iste'dodlimi, iste'dodsizmi yozib yotibdi. Bu boyagida keyin boyagi ba'zi Jo'qivoylar o'zini hech qachon Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, Halima Xudoyberdiyevadan kam ko'rmaydi. Kerak bo'lsa sal ortiqcha ham ko'rishi mumkin. Endi u kishilar ham yozganda deb qo'yishi mumkin endi. Mana shu ma'noda men qaysi yana shuni aytish kerakki deylik, Qaysin Quliyev Qabarda Balqar shoir bir zo'r gapi bor. Iste'dodsiz odamlar deydi, fitna va karyera qilishda o'ta iste'dodli bo'lib ketadilar deydi. Boyagi yaxshi yozuvchi shoirlarimiz, men ularni hurmat bilan aytaman, yaxshi ko'rib kitoblar nima chiqarsa o'qiyman. Endi ularning haliga vaqti yo'q. Bir joylarda bir karyera qilaman deb, yo bo'lmasa mana bu kitobimdan bir narsa olay, bir narsa qilay, boshqa bunaqa yugurib yurishga vaqti yo'q. Vaqti bo'lganda ham iymanadi. Tortinadi. Chunki uni ori bor. Boyagimda deydi, men deydi, ko'nglimni savdoga olib chiqmayman deydi. Ma'lum bir o'sha ma'naviy yo'qotishlarimiz haqida gapirganda birinchi da'vo ham kitob. Va birinchi xavf ham kitobga aylanyapti. Chunki buning ichida agar boyagilar bilan qolib ketsa bolalarimiz, oldi qochdi, yolg'on yashiq, umuman badiiyatdan nol, mana shular bilan qolib ketadigan bo'lsa, umuman bor saviyadan ham qaytanga aylanamiz. Ba'zi kitoblarda ko'rasiz, Lev Tolstoy yo Alisher Navoiyning kitobidan ko'ra salomatliroq unday turadi. Lekin bunday varaqlasangiz, siz u nima deysiz endi? Balki men oshirib yuboryapsiz deyayotgan bo'lishingiz mumkin. Yo'q. Lekin bu narsalarni o'ylashimiz kerak-da. Bu narsalar ertaga masalan eng katta boya aytganimdek, bola kitobga o'qib o'tirganda ota-ona xursand bo'ladi. Keyin nimani o'qiyotgani bilan shu. Lekin haqiqatdan saviyasi, darajasi, badiiyati juda pastligidan qat'iy nazar nima bolaning ongi, ruhiga ta'sir ko'rsatadigan yomon kitoblarning o'zi ham. Dardingizni ayting deganingizga ko'p dardimizni ham, fikrlarimizni ham o'sha tashvishlantirayotgan narsalar haqida gapirishimiz kerak. Chunki muvaffaqiyatlarimiz o'zimizniki. Muvaffaqiyatlarni oldikmi, biz uni birovga bermaymiz, albatta o'zimizniki bo'ladi. Biz bundan xursand bo'lishimiz kerak. Muvaffaqiyatlar biz o'zimizni o'sha gaplashadigan gaplarimiz shu bo'lish kerak. Nimalar bizni tashvishlantiradi? Meni umuman odamlarimiz orasida, bu asli dunyo bo'yicha asli shu. Dunyoda qanday endi juda men hamma joyda ham bunday deb o'ylamayman. Keyingi paytlarda odamlarimiz orasida aynan tomoshaga o'chlik ko'payib ketyapti. Men tomosha deganda boya aytganimda yomon tomoshalarni aytyapman. Hamma tomoshabinga aylanyapti. Tomoshabinga aylanib qolish bu yaxshi emas. Odam hamma narsani o'sha mohiyatan inson o'zini shu hayotda o'zining o'rni bo'lish kerak, ishtirokchi bo'lish kerak. Shu jamiyatning ichida o'zini olingisi. Yo'q, tomoshabin. Mana shunday aligida ko'chada bitta mashina deylik avariya bo'ldi, ichida bir odam qonga botib yotibdi. Yo'q, boradi videoga tushirish kerak. Uni videoga tushirib olib tezlik bilan o'zining aligisida tarqatish kerak. Qaysi bir joyda bir narsa yonib ketyapti. Unga borib hech mana Nuhning qaldirg'ochiga o'xshab hech bo'lmasa bir tomchi suvda olib borishni o'ylamaydi. Lekin boyani tezlik bilan suratga olish kerakda, tarqatish kerak. Men eng yomoni ba'zi bunaqa narsalarda men odam tavba deb aytaman, tavba deb aytish kerak. Bu hamdardlikdan ko'ra zavq shavq ko'payib boradi. Shunda maroqlanish ko'payib boryapti. Tomoshaga o'chlik. Qo'shni gurung beryapti. Ayol kishi
Bolam bilan kelyapman, qizim yugurib ketdi, ushlayman deb yiqildim deydi. Yo'lda mashinalar kelyapti deydi. Yo'lda chetida yiqilib tushdim deydi. Qizimni ushlab qolay, mashinaga yugurib ketmasin deb. Endi bitta yarimta shu yerda odamlar bo'lsa, oyog'im qayrilib ketdi deb yordam bergandir desa, qayerda deydi, videoga olishibdi deydi. Yiqilishimni ertaga o'qishib qo'yadi. Ha bu nima degan gap bu? Buni qanaqa saviya deyish mumkin? Buni qanaqa dunyo qarash deyish mumkin? Buni oddiy insonlikka to'g'ri kelmaydiganda, bundan tashqari ham tomosha. Hamma narsadan tomosha. Yo'q, bizga biron fikr degan, mulohaza degan, biron narsani ertaga mana shuni qarab, hozir bilmayman, ilgarilari bir oddiy ketayotgan odam sal qoqilib ketsa, deb chopib ketardi u. Yo'q, endi mashinasi bilan yonib ketayotgan holatda suratga oldi. Yana bir narsaga o'chlik bizda hashamatga o'chlik katta. To'g'ri. Nimaga buncha o'chmiz deyman. Men Shvetsariyani ba'zida ko'raman haligida. Ozgina muzika bilan haliga tabiat manzaralarini qo'yib qo'yaman. Shu ichida yurganday bo'lay deymanda shu ko'raman. Shvetsariyada millionlab turistlar boradigan joyda ko'rsangiz uylari ham juda oddiy. Bir yog'och uy qilib qo'yibdimi? Lekin o'sha uylarning atrofini ham gullar bilan o'ragan, bir daraxtning haligisini, shoxini haliga kiritib qo'yibdi. Tabiat bilan uyg'unlik bor. Tabiat bilan yashash bor. Tabiatni his qilish bor. Mana shularni ko'raman. Hashamatga o'chlikda endi bu hozir men bu oddiy bir uylar masalasi mayli bo'lsin, yaxshi bo'lsin, uylarimiz chiroyli bo'lsin. Lekin buni ham ba'zida oshirib yuboramiz, boshqa qilamiz. Undan mana to'ylarda, boshqalarda gapirsam 1 soat, 2 soat vaqt kerak edi. Keyin Eshqobil aka ko'p gapirib yubordi deb hali qilib o'tirasiz keyin. U haqda bir alohida u dardimiz. To'y ma'rakalarchi, maqtanchoqlik, ma'rakada maqtanib bo'ladimi? Shu. Ma'raka uchun hammaga mashhur ham bo'lib ketdi. Baribir aytish kerak. Otasi o'lgan. Qabriston qorovuldan borib, uni raqam so'ralyapti. Keyin necha raqami? Raqam deb bersa 707 yo'qmidi. 707 degan raqam kerakmish otasining qabrining boshiga qo'yadigan. Keyin men uni yozdim, nima 707 jannat eshigining kodimiki dedim, shuncha zarur bo'lib qolsa masalan. Qarang bu, qanaqa hashamat bu. Boyagi haqida masalan, nomer, raqamlar. Endi trillionlab pul qarshilandi. Trillion pul agar mana hisobini chiqarib bering deng, o'zimizning g'oyi xodimlarimiz sizga darrov chiqarib beradi, qancha trillionga odamlar olyapti. Shaxsiy. Lekin yonidagi qo'shnisi agar kasal bo'lib o'tirgan bo'lsa, masalan bugun bir 600 milliondan raqam olayotgan odam yonidagi qo'shnisiga men 600 ming so'm berishiga shubha qilaman. Lekin boya raqamni oladi. Bu raqamga kerak. Nima kerak unga yana o'ylaysiz? U nima o'zgaradi deysiz? Yo'q. 777 falan pul, 666 falan pul ko'rgansiz. Bu hashamatga o'chliklar nima uchun? Biz qachon bir endi 21-asrda yashayapmiz, bir sal yo'q qarashimiz kerak-ku oxiri. Qanaqa qilib masalan shunaqa narsalar, shu ko'piklarning izidan yurishdan nima foyda? Undan ko'ra sal bir o'sha pulga foydaliroq ish qilsa bo'ladi-ku masalan. Qachon necha bunaqa men odam bir xafa bo'lib ketasan. Masalan, to'g'risi men o'zim ilgari masalan shular haqida yozganimda masalan to'y ma'rakalar haqida yozdim. Bu poygada hammamiz ot choptirib ko'rganmiz degan salloqa qo'ydim. Bu poygada hammamiz ot choptirib ko'rganmiz. Bu yerda men o'zimni bir alohida men unaqaman, men bunaqaman deyish yo'q. Bizda hammamiz o'ylab ko'radigan, birgalikda o'ylaydigan narsalar paydo bo'lyapti. Xuddi bir oilada ota-ona, nima bolalar, farzandlar birga qachon bir millat bo'lib biron narsani o'ylaymiz. Millat bo'lib birgalikda biron narsani o'ylaymiz. Masalan, kechiradigan narsalardan kechish kerak. Rivojlantiradigan narsalarni rivojlantirish kerak degan narsalar haqida yo'q, yana boya. Hashamat, tomosha. Botqoqning ichida qolib ketaveradi buni qarashlarimiz, saviyamiz, darajamiz. Suv keltirgan azizmi ko'za sindirgan degan maqolamda yozdim ham. Ko'p yillar burun
o'sha paytda bir ko'p yillar bo'ldi. Erkin aka juda sog'lom, baquvvat payti edi shu. Haligida endi ancha yillar bo'lib ketdi bunga. Erkin aka bir zo'r gapni Do'rmonda o'tirganimizda bir gurungda aytgan. Shu gurungni mayli birov eshitgan, birov eshitmagan aytib ketishim kerak, aytgan edi. Dunyo ikkiga bo'linib bo'ldi. Bir qarasang 60-70 qavatlarda o'tirib butun dunyoning ilmi faniga, taqdiriga ta'sir qilib turgan galstukda, kostyum-shimda o'tirib shunday odamlar bor. Bir qarasang u yot joyini xasqashakda bekitib olib, haligida yugurib, nayza ko'tarib yugurib yurganlar bor. Erkin aka armon bilan shunday gapirgan edi Erkin Vohidov. Shu kiyimimizga qarasa, galstuk kostyum-shimimizga qarasa, o'sha 60-70 qavatda dunyoni butun taraqqiyotiga, ilmi faniga ta'sir ko'rsatayotgan odamlarga o'xshaymiz. Fikrimizga, ongimizga, tafakkurimizga qarasa, o'sha changalzorlarda nayza ko'tarib, u yot joyini xasqashak bilan bekitib yugurib yurgan odamlarga o'xshaymiz degan gapni armon bilan gapirgan edi. Shu mashhur gaplar. Bu narsani biz esdan chiqarmasligimiz kerak va Erkin Vohidovning eng bir katta saboqlaridan biri sifatida har birimiz o'zimizni millatimizning ulug' shoirining bir sabog'i sifatida ongimizga yozib qo'yishimiz kerak. Holbuki mana bunaqa narsalar juda ko'p. Mana shu narsalar haqida o'ylaysiz. Yo'q, bir maqtanchoqlikni yaxshi ko'ramizmi yo'q? Boya hashamat desa tomdan tashlab ketamizmi yo'q? O'zimizda bir yo'q narsani bor qilib ko'rsataman deb qarzga botib ovorai jahon nima kerak emas? Kim majbur qilyapti seni? Kim majbur qilyapti bizni deyin, seni demaydi. Ana ziyoli men demaydi, ziyoli biz deydi. Shu. Mana shu narsalar. Farqi shunda-da ziyolini. Endi yana bir narsa agar aytish kerak bo'lsa, men buni ham har doim o'sha fikrsizlik masalasi bor. Men fikrlayotgan odamlarimiz bor, lekin bosimni qarasangiz fikrsizlik kuchayadi. Fikrsizlik qachon kuchayadi? Odam oddiy tomoshabinga aylanib qolsa, ziyolilarini quloq solmay qo'ysa, endi albatta yetakchi-ku ziyolilar masalan. Endi Abdulla Oliyev bilan Jo'qivoyning farqiga bormay qolsa, keyin nima bo'ladi? Fikrsizlik. Eng tanqis bo'lib qolyapti, defitsit darajasiga boryapti, fikrlayotgan odamlar tanqis. Buni defitsit deb aytish kerak. Chunki boyagidek biz ertaga masalan baribir u fikrlaydigan odamlar. Juda yaxshi tanlov bor. Yosh kitobxon tanlov. Men bu tanlovda juda o'zim yaxshi ko'rib qatnashaman. Yoshlar bilan uchrashkim keladi, hay'atda o'tiraman, yaxshi ko'raman shu tanlovni va bizga ma'lum bir natija bergan yaxshi tanlov. Chunki ko'p yoshlarimiz kitobga qaytdi. Men ularning o'zidan uni aytib o'tirsam bir doston, ko'p fikrlarini eshitganman, mazza qilib gurunglashganman. Shunda ba'zi bolalarimizda sal aynishni sezdim men. Men 9 yil qatnashganman unda, hay'at a'zosi. Aynishni sezdim. Endi mana bunda kitobda mana bu yerda anov bo'ladi. Anons. Shuni yodlab oladilar. Keyin ichkaridan haligi qiladida, ichkaridan bir ikkita qahramon, personaj, bitta ikkita narsani yodlab oladi. Repetitor buni tayyorlaydi. Boyagidek o'zi tayyorlaydi. 2 bet narsani yodlatadi, keyin mana bu yo dedi, Eshqobul Shukurning bu kitobini o'qib o'tirishing shart emas. Shuni qarsillatib turib to'xtamasdan yoddan aytib ber, bironta shu butun intonatsiyani joyiga qo'yib ayt deydi. Endi keladi aytadi. Endi biz ham ahmoq emas har qalay. Hay'atda o'tirganlar ham endi deb joyimizdan turib qarsak chalib ketib, chunki u o'qiganmi, o'qimaganmi bir og'iz gapidan sezamiz. Yo boyagida keyin men ota-onalar dedim. Hamma ota-onalar repetitorlari bilan borganda bir gapni aytdim. Sizlardan iltimos dedim, ayniqsa hurmatli repetitorlar. Tayyorlashga haqqingiz bor bola. Tayyorlanglar. Sizlar lekin bizga to'tiqushlarni tayyorlab bermanglar. Bizga fikrlaydigan kitobxonni tayyorlab beringlar. Mana bu bolalarda sizlar to'tiqush bo'lib qolishida haligi rol o'ynayapsizlar degan gapgacha aytdim endi. Albatta hammasi ham unaqa emas. Ba'zi repetitorlar shuni yodlatadi, bola bu bilan aldamoqchi bo'ladi. Nima uchun mana ko'ryapsizmi o'sha
haqiqiy ma'noda baribir qaysi jamiyatda fikrlaydigan odamlarning bosimi kuchli bo'lsa, shu jamiyat baland bo'ladi. O'sha jamiyatning ovozi baland bo'ladi. Uning taraqqiyoti baland bo'ladi. Atrofga qaraysizmi? Men atrofda shu o'ta toqatsizlikni sezaman. Mana ko'chada bunday aylanganiga chiqaman, odam toqatsiz. Ko'z joyida emas. U kallada ming xayol, bir kallada ming xayol, toqatsiz. Qunt yo'q. Nima uchun? Fikr yo'q. Qunsizlik, toqatsizlik bu qayerdan paydo bo'ladi? Shunday sharoitda ham masalan. Uning masalan men bilaman, hech qaysi masalan baribir uyida har qalay ozgina bo'lsa ham imkoniyati bor, boshqasi bor, har qalay Suyim opam aytganday, nima deydi, 40-yillar, 50-yillar emas, rahmatli hech esimdan chiqmaydi, aytib yuraman uyda kelinlar butun yangi yilga boshqaga tayyorgarlik ko'rib yotganda ham, deyman, sizlaringdan chiqmasin. Suyim opam aytib beruvdi. Yangi yil oqshomida otam oq non bilan 4-5 ta qandni olib keldi. Oq qand olib keldi. Onam o'shanda oq non bilan oq qandni ko'rib yig'lagan edi. Endi masalan, endi ulardan ko'ra biz hozir toqatsizroqmiz bunday qarasangiz. Toqatsizroq, quntsizroq. Bu narsaning bitta jihati hammasi parokandalik, o'sha fikrsizlikda bo'ladi. Go u yoqqa og'ib ketamiz, go bu yoqqa og'ib ketamiz, o'zimizni bu yoqqa tashlaymiz, lekin bir narsaga xotirjam. Odam nima uchun pul yig'adi, nima uchun obro' orttiradi, nima uchun ishlaydi, nima uchun? Xotirjamlik uchun. Lekin bu aksincha bo'lyapti. Fikrlaydigan odamni siz, men masalan ba'zida havas qilaman, fikrlaydigan odamlar ajralib turadi ular. Butun jamiyatda mana shunday ajralib turadi. Ba'zida men aytaman, fikr shunday narsaki deyman, agar hamma joyda 1 gektar joyda xas-xashak turgan bo'lsa, shuni ichida bir tutam yam-yashil maysa turgan bo'lsa, fikr shunaqa narsa. O'sha 1 gektar joyda o'sha xas-xashakning ichida mana deb fikr o'zini ko'rsatib turadi. Fikrlayotgan odamlarni ko'rganingizda havasingiz keladi. Lekin hech qachon masalan men o'sha yaxshi fikrlaydigan odamlarning hovliqib qolganini, bir narsalardan umidvona o'zini harasotga tushib yelib birontasida ko'rmaysiz. Deydi, nima deydi, u qaraydi, fikrlaydi. Bu juda katta masala bo'lsa ham o'shani aqllik bilan, vazminlik bilan, madaniyat bilan, mulohaza bilan bo'lmasa ham mana shunday qaraydi. Keyingi paytda bir savol paydo bo'ldi va menga bu biroz alam qildi. Bu ham o'sha atrofimizda, o'sha jamiyatimizda bir savol paydo bo'ldi, balki paydo bo'lishi kerak bo'lgan savollar paydo bo'laveradi. Bu ma'naviyat kerakmi degan savol chiqdi. Men dastlab hayron qoldim. Bu qanaqa savol bo'lishi mumkin? Nima Farsidagi Qur'on degan unvonni olgan Jaloliddin Rumiyning Masnaviy ma'naviyni esladim masalan. O'sha yerda ham ma'naviy so'z bor. Alisher Navoiyning butun gigant yodgorligi Xazoinul Ma'oni esladim. Bu ham asli Xazoinul Ma'naviy desangiz ham xuddi shu. Keyin bizda davrimizga keldida, endi bularning eng masalan Rumiyni, Navoiyni, Tolstoy bular hammasining deylik, masalan, asarlarining mohiyati butun bir aligisi shunga qaratilgan o'sha. Va shularda shunday bo'ldi-yu, butun gigant asarlarni shunga bag'ishlaydi-yu, biz endi davrimizga kelib ma'naviyat kerakmi degan savol paydo. Bu savolni ko'rib men biroz haligi bo'ldim, o'ylanib qoldim. Men yana bir narsani o'yladim. Buning obyektiv, subyektiv sabablari bordir. Men yana bir narsani o'yladimki, agar men biron joyda mana bu ma'naviyat deb ma'naviy mahmadanagarchilikni pesh qilgan bo'lsam, buning uchun ma'naviyat aybdor emas. Men biron joyda agar shu ma'naviyatning masalan hadeb bir boshqa narsalarni gapirib, saviyasiz gapni gapirib, ma'naviyatning ozgina qadrini tushirgan bo'lsam, buning uchun ma'naviyat aybdor emas, unga men aybdorman. Va buni tan olish kerak. Ba'zi
joylarda kimlarningdir mahmadanagarchiligi uchun butun boshli millatning tayanchi bo'lgan, bizni hayotimizning mohiyati bo'lgan tushunchani yerga urib bo'lmaydi va shu kerakmi degan savolni o'zi qo'yishni o'zi noto'g'ri. Endi ma'naviyat shaxsiy masala degan gaplar chiqdi. Men bu vaqtda ham aytdim buni, qanaqasiga shaxsiy bo'ladi? Men ma'naviyatimni qanaqasiga shaxsiy deb aytaman. Bu ma'naviyatning xohlaymizmi, xohlamaymizmi, teng yarmi ota-onam, bobo, momomlardan kelgan ma'naviyat. Bu yerda o'qigan maktablarim bor, universitetlarim bor. Atrofimda elim bor, o'zbek degan. Xalqim bor, o'zbek degan. Men undan olganman buning uchun. Bu qanaqa qilib endi men buni shaxsiy o'zimni ma'naviyatim. Men buni o'zim yaratgan ma'naviyatim deb ayta olamanmi? Men bulardan olganman. Va shularni haligisini o'zimni ichimda, o'zimni qarashlarimga qo'shib shakllantirganman. Shuning uchun hamki biz aslida bu narsani haqiqiy ma'noda aziz tutilishi kerak bo'lgan. Bu Rumiylarning vasiyati, Navoiylar vasiyati deb qarash kerak ma'naviyat masalasida. Qaysi ma'noda? O'sha ma'no masalasida. Agar ma'naviyat degani bu ma'no degani, ya'ni yurish turishimdagi, hayotimdagi va shundan kengayib boradi jamiyat hayotidagi, ertaga xalq hayotidagi ma'no nimadan iborat o'zi? Mana shu so'z bilan ifodalangan endi. Bu masalan bizning davrimizda kelib yo 20-asr, 21-asrda shu so'z bilan ifodalash emas. Bu so'z aslida o'sha eng qadimgi davrlardan. Jaloliddin Rumiylar, undan oldingi kerak bo'lsa nima Yusuf Xosxojiblar zamonidan kelayotgan narsa. Faqat biz endi bunga o'zimiz shu so'zga munosib harakatlar qila olishimiz kerak. Bu so'zni qadrini ko'tara oladigan munosib ish qilishimiz kerak. Qarashlar, fikrlar o'zgarib boraveradi-da. Masalan, men deylik, boshpana deganda oddiy 20 yil oldin boshpanaga boshqacha qaraganman. Boshpana bu mening uyim, hovlim, tomorqam bo'lsa, bog'im bo'lsa, bog'im, bo'lmasa nima deydi, ko'p qavatli uydagi kvartiram bo'lsa, mana shu meni boshpana. Keyingi paytda bilmayman, bu balki bir badiiy qabul qilishadimi, to'g'ri ma'nodagi bitta gap tanladim. Odamning birinchi boshpanasi uning o'zining ko'ngli ekan. Shuning uchun hamki agar ko'nglingiz obod bo'lmasa, ko'nglingiz yaxshi bo'lmasa, u bir toza ozoda ichida gul pul o'sib, boyagiday bir haligilar bo'lib turmasa, u siz agar bir oltindan qilingan 3 qavatli qasrda yashasangiz ham, hech qachon oddiyroq kapada yashasangiz ham ko'ngil yaxshi bo'lsa, siz yaxshi yashaysiz. Mana boshpana qayerda? Biz ko'proq bundan oldin bir gap aytay. Asosiy boshpana shu ekan deganga urg'u beryapmiz-ku. Odamning ko'ngli uning asosiy boshpanasi. 5 soatdan keyin Amerikaga uchyapsiz dedik. 5 soatdan keyin Amerikaga mayli 1 yilgami, 2 yilgami bir ish bilan xizmat safariga ketyapsiz. Siz qanaqa siz uchun aziz bo'lmasin, hovlingizda, uyingizda samolyotga ortib chiqa olmaysiz. Lekin ko'nglingizda ehtiyotlabgina o'sha samolyotda o'zingiz bilan birga olib ketasiz. Amerikada ham sizning ko'nglingiz siz bilan birga yuradi va shuning ichida yashaysiz. Odam birinchi yashaydigan joyi shubhasiz shu boshpana. Endi meni bir tashvishlantiradigan narsa, biz boya aytganimdek, mana Shveysariya misolida gapirdim, hashamat haqida gapirdim. Uy joylarimizga endi a'lo darajada e'tibor qilamiz. Uni yevro qilib ta'mirlaymiz. Bor go'zallik, bor pulni uramiz. Nima bo'lsa ham uyni undoq qilish kerak, uyni bundoq qilish qilamiz. U ham boshpana. Lekin ikkinchi boshpana. Birinchi boshpanamizga ko'p e'tibor qilmaymiz. Chunki uni birov ko'rmaydi. Deymiz birov bizda shuurimizga singib ketgan bir bema'nilik narsa bor. Birov ko'rmaydi-ku. Shu uyda odamlar ko'radi-da. Bizni maqtash kerak, u buni uyi zo'r ekan, buni ko'nglimizni birov ko'rmaydi ichini. Kirib ko'rmaydi, u sezmaydi-da nima bor ekanini. Mana shuning uchun ham bunga e'tibor qilmaymiz. U xaroba bo'lib yotsa ham buyoqqa uramiz. Kirlansa ham buyoqqa uramiz. U butun bir haligidan nima deydi, vayron bo'lib qolsa ham bir bema'niliklarimizdan, masalan, bir nopokligimizdan
poraxo'rlik qilib ham kerak bo'lsa beqaveradi. Undan ko'ra buyoq tozalash kerak. Shuning uchun asosiy boshpana deganda men mana shu narsani bir his qilaman. Shundan kelib chiqib men yoshlar bilan uchrashuvimda bir gapda aytdimki, yoshlar bilan endi to'g'ri qarash kerak. Odam iloji bo'lsa boy bo'lishi kerak. Bolalar bilan shunday gaplashdim. Pulingiz ko'p bo'lsin mayli. Pulingiz bo'lsin, yaxshi bo'lsin. Bunga hech kim emas, biz shuni tarafdor. Lekin ichingizda ma'rifat bo'lmasa, 100 million dollaringiz bo'lmasa ham boylik sizni qutqara olmaydi. Endi shu ma'rifatsiz har qanday kuch-puch. Puchda o'sha boylikning ichida ham ma'rifat bo'lsin dedi. Tasavvur qiling masalan, shuncha katta boylikka erishsa-da ertaga ma'rifati bo'lmasa. Bu nima degani? Bu masalan u baribir odamning odamligini ming xil rakursdan qarang. O mayli Qoshg'ariydan oldingi zamondan ham bir qarang. Navoiy davriga kelib bir qarang. 41-yillarga kelib bir qarang. Mana bugungi kundan kelib bir qarang. Bari odamning odamligi boshqa narsada. Shu ham gap bo'ldimi deydiganlar bor. Deydi, masalan pul turganda, boylik turganda, endi bo'lsa, boylik pulga hech kim qarshi emas. Birinchi navbatda ma'rifat bilan bo'lgan bo'lsin. Yaxshilik bilan bo'lgan bo'lsin. Halol mehnat bilan, ijod bilan, boyagiday dunyoga yangi bir texnologiyalar olib chiqib butun dunyoni lol qoldiradigan bir nima ixtirochilarimiz chiqsin, marhamat. Lekin baribir o'sha hammasi o'sha ma'rifat bilan bo'lmasa bo'lmas ekan. Men shuning uchun hamki ma'rifatli odamga vijdon yo'ldosh bo'ladi. Men bironta ma'rifatli odamning vijdonsizligini deyarli uchratmaganman-da. Bilmadim, bo'lmasa kerak, endi yana ana bir narsa deyishim qiyin, lekin bu shu yoshga kirib bir kelgan xulosalarimdan bittasi ham mana shu bo'ldi. Agar qayerda bo'lmasin, bu dunyodami, kerak bo'lsa u dunyodami, qayerda bo'lmasin, vatandami, vatandan tashqaridami, qayerda bo'lmasin, odamga vijdon yo'ldosh bo'lmasa, agar boshida 1000 ta quyosh porlab turgan bo'lsa ham, uning yo'li qorong'u bo'ladi. Agar vijdon yo'ldosh bo'lsa, har qanday vaziyatda yo'lda o'zi yorishadi. Yo'l bor. Vijdon bor joyda yo'l bor va yorug' yo'l bor. Shuning uchun shundan ayirmasin Xudo, hammamizga shu nasibani butun qilib bersin.